Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo. Onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: bog'i eram onamning guliga yetolmaydi, sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarin boshimdan sochsalar ham, otamni topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz, men uchun uyqusiz qochgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz, lek meni desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtli, baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan onamsiz albatta. Baxtimizga onajonlarimiz sog' va salomat bo'lishsin deganlar chiroyli qarsaklarni chalib qo'ysak arziydi albatta. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda juda ko'p yaqinlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarini tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlarni marhamat badiiy sahnamizga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Boshimda didorginam, rahmat. intizorim. Assalomu alaykum. Ona, dada, dunyo turgancha turinglar. Xudo qancha umr bergan bo'lsa, doim baxtli, saodatli bo'lib, ana shu nabiralarni orzusini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Doim bizning boshimizga doim sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Xonim onam, ummaydim mehringizdan, qarzim ko'p hali sizdan, asl bolgonim onam. Marhamat, yaqinlarni taklif qilamiz. Bu dunyoda tillo yuzlarning, sovg'a salomlarning qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Marhamat. Dadajon, onajon, sizlar qo'lingizga shukr. Onangizlarga kiring. Baxtim bo'lsin. G'animatim onam. Albatta
onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Shoirning shunday so'zlari borda, inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ona bor hayotda, yashash boshqacha albatta. Baxtimizga onajonlarimiz sog' salomat bo'lishsin ilohim. Shoirning yana bir shunday so'zlari bor. Yoningda bo'lsalar ko'ngil to'larkan. Sen uchun jon chekib ming bor kuyarkan. Osmonda farishta borligi bu rost. Yerdagi farishta ona bo'lar ekan. Onajon, mana shu xonadonning fayzi farishtasi bo'lib yurishlik, farzandlar, nabiralar baxt va saodatini, iqbolini ko'rib yurishlik, farzandlar baxtidan, nabiralar baxtidan xursandchilikka, shodlikka to'lib yurishlik sizga nasib etsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ana endi